Diqqat mavzuatdan boshlab endi biz Sijingning keyin Visual Studio 2008, 2010, 2012 ga o'xshash qo'llanlar va hozir yangi nusxa 2012 ga ashuniki sandan mashg'ulotni o'zi ko'ramiz qo'llanlar. Ya'ni Adobe degan netni ko'ramiz. Masalan biz bir qismlar ASP yoki bo'lmasa VB ni bakkan bo'lsanglar, bunda VB degan net degan o'zini ko'rgan bo'lishi mumkin shuna va. Onun boshqa ASP degan net deb ASP masalan Adobe net bo'lsa Adobe'ninki bir shunji qilingan bo'lsa Adobe net maxsus shu juku faol qilishadigan texnikani Microsoft ta'minlab bergan maxsus shu juku faol qilishadigan texnikadan iborat. Biz bundan boshlanib bu Adobe faylini bir ikki xil shu jukuni o'zini bir taraf qilishni o'rganamiz. Birisi bo'lsa SQL Server shu juku. Yana bu FUVCK odan shu juku. Ikkinchi birisi bo'lsa OLDB. Yana mash access qo'shishdan jivingan shu jukuni iborat. Chiqir shu jukuni o'zini bir taraf qilishni, yani buni ulash, uchur yozish, undan keyin bir ko'lashdan yozish qatorliq mazmunlarni ko'ramiz. Mushta dars o'rganib bo'lgandan keyin keyingi soatda topshiriqni o'zingizlarga nisbatan bir telefon daftardan birini yasmay turib bundan darsni olganmiz bo'ldi. Kimchonlar va o'rganib olasizlar, tas emas. Qonunlar va tas emas. Ondan biz o'rgangan narsa Adobe degan o'z Active Data Object ekan. Bu endi burunqi VB 6.0 ning o'zida bunda chiqqan 2008-yillari Adobe deb ataladi. Ana ki 2000-yildan keyin VB 2000, VB 2003, VB 2005, yoki bo'lmasa Sijing 2005, Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012 chiqqandan keyin buning ismi DNet qo'shilib Adobe DNet deb ataldi. Ana bu ikkisi o'rtasidagi asosli hammasi shu juku faol qilgan narsa bo'lgan bilanmi o'xshashmasliklar intayin zo'r. Shunchaki o'xshashmaslik intayin zo'r. Demak bu buri o'rgangan Adobe qaraganda hali farqi bor degan gap. Endi mana qilgan bir ilg'orlashgan bu Adobe DNetni o'zi. Qonunlar bor. ASP program sizga vaqtda biz Adobe DB'dan foydalanib qildik shuna va. Ani ASP dan netlik program qilib qolsa, endi DNet. Demak sen mush Sijini qanday o'rgangan bo'lsang, tor bekatdan shundan ishilta olaysan. Men sen qanday shu juku bir taraf o'rgatgan bo'lsam, tor bet yasagandim shu o'xshash yoza olaysan deyman. Hani qilgan sen Sijini ishlan bir vaqtda, ko'lishdan ishlan bir vaqt nima o'rgana olaysan degan gap, tor bet yasashni o'rgana olaysan degan gap. Qolgan qismini Dayvja CSS qismi jQuery bu qismlari u PHP zarur o'rgangan narsalar shuna va Dayvja CSS deganlar. Buni cho'qib o'rganib qilib bo'lsang, demak maqsad o'rganib olgandan keyin sen ASP dan net tor bekatdan qanday qilaysan, yasa olaysan degan. Qonunlar va yasa olaysan degan. Ondan yana Adobe netning qisqacha tushuntirilishi. Adobe netning o'zi bo'lsa, buni bizning dataset, bo'lsa Adobe netning asosliq tujansni iborat datasetning o'zi. Datasetning o'zi bo'lsa nima bo'ldi ekan? Data table bor ekan. Dataset degan gap shu degan gap. Cho'ng bu demak shu jukun ekandan keyin dataset tushirish nima? Bo'lsa cho'ng bu shu jukun jinni bor. Buning uchun nima bor ekan? Data table bor ekan. Data table degan bo'lsa jadvallar tuzilgan bo'ldi. Jadvalchidan ro'lgan qur bilan ro'lgan led tuzilgan bo'lgan bo'ldi. Buni o'rganib qilib baxtanlar va bular shu. Ana zaranmış Adobe'ning o'zini shu jukuni o'zlagan jiqan vaqtda biz nimalarga diqqat qilamiz? Buni amaliy misollar orqali ko'ramiz. Bolalar va. Ondan avval biz men ko'rib boqaylik. Odatda DNet formning o'zi bo'lsa ishkidani shu ju tegun chunchi bor edi. Ishkidani shu ju chunchi bor. DNet formning o'zida shuna va. Bir so'z SQL Server. Masalan SQL Server 2005, 2008 yoki 2010 yoki SQL Server 2010 degan shuna va. Bu Microsoft ta'minlab bergan SQL Server shu juku. İkinci birisi bo'lsa nima bo'ldi? OLDB shu juku. OLDB deganda bu ko'pincha Microsoft'ninki Access shu jukusi, Excel shu jukusi qatorlarni o'z jukuni ko'rsatgan bo'ldi. Qonunlar bor. Hamiyada biz buni ishlatgan vaqtda, ani biz Office'ninki Access shu juku ulangan vaqtda ishlatilgan layning o'zi bo'lsa, System degan dat degan OLDB'ni ishlatgan mana shunaqa. Undan men lay ishlatishni o'zini men so'zimsam o'tgan qoldi qatliq darsimizda qilib chiqib o'rgandinglarni shunaqa. Layni o'zini shuncha vaqtda using orqali biz shuncha akirib shunaqa. Agregan ishlatadi. Masalan biz o'yingan so'z o'qilish uchun cho'qim IO degan layni o'zi akirmay turib ishlatilmaydi shunaqa. Undan so'ng menga 6-darsni o'zini quray. Andadan biz menga 6-darsni tugabdik. 6-darsga, 6-darsimizga buni saqlay. 6-darsimizga saqladim shunaqa. Application birinchi saqladim. Saqlab qo'ygandan keyin ana men shu jukuning o'zidan, shuna access shu jukuni o'ziga loyiq qilish uchun men using'ninki system OLDB degan kirdik ekan mana shunaqa. SQL Server shu jukuni loyiq qilish ayrim ekan, access shu jukuni loyiq qilish ayrim ekan. Kim tushunasizlarmi? Shildigan buyruqlar o'xshamaydi. Asosiy silos o'xshash. Buyruqlarningki ishiltish usuli o'xshash, faqat atilish o'xshamaydi. Masalan, menda accessga OLDB ni qo'shimiz oldigan. SQL Server'da SQL ni qo'shimiz. Qonunlar bor. Misol biz eng oddiy holatda biz hozir shu jukuni loyiq qilishimiz bo'lgan misolni mana olaylik. Access shu jukuni birini quraylik. Access shu jukuni o'zi. Misol men hozir miyadagi
Bizning darsimiz Sijing TMP altın dersiga men bir dana shujuk qurib qo'ygan. Aldan soat qurishni o'rgatgan shunava. Men ikki shujuk qurib qo'yibman. Bir soat sekil sar shujuk ekan, bir soat aksiz shujuk ekan shunava. Aksiz shujuk altashnada MDB ekan, ya DBD MDB deydi. Buni chekirib baqaylar. Men admin da bir biyo bakan va. Admin da biyo bakan ma DB ni chekirib baqay. DB ning ichida alaqa o'quvchi bilan bo'lgan biyo uchurlar batda o'tgan soat qurganmiz yozganlar. Ana mushning o'ziga liyallik qilaylar. Buni o'zi liyallik qilgan vaqtda men birinchi javob Mau kunib chekkanda ve kunib qarqilib bilan men lenje qilay. Men chekkanda shu jukuliyalla qilay shunava. Naz men chekkan vaqtda men meyagizay. Biz cho'qim avvallayning cho'qim shu so'z o'qilganligini kirma shunava. Nada using ninki system ninki only data degan uchur emasmi shu juku. Chidiki only db ne kirma. Only db deganligini kirma. Qo'llangan. Endi buningki har qanday vaqtda shu jukuningizda avval birdan lenje turibsizlar. Lenje turib bo'lgan nisbatan buni so'z o'qildi. Biz buni connection deymiz. Masalan biz VB degan vaqtda AdoDB ning connection degan shuni var. Endi meyad Sijing bilan o'xshamaydi. OLDB connection bo'yicha kelgan bo'ldi. Qo'llangan. Endi men bu lenjeni o'zim butkul jarayonda ishlatishim mumkin shuni var. Yakun men bir vaqt ishlatishim mumkin. Meni daylig'im amal bor endi shu jukun nisbatan en keyin lenje qilib hammadan burun shu jukuni itib o'tishimiz kerak. Mag'ab tushunasizlar? Hammadan keyin lenje qilib degan barliq savdoning hammasini masalan tranquillarni kirib hammasi program qo'zilib qo'ygandan keyin zal shu juku uni so'rib tug'ilgan vaqtning o'zida aninkan shu juku ochman. Ba masalan qo'zg'algan amal shu jukuni chopmayman degan. Qo'llanlar bor. Anik davomli ichib turmaydi shu juku lenjeni o'zi. Kamchiliklar bor. Endi men savdo mashg'ulotlarni ep bo'lgandan keyin masalan uchurlarni ep bo'ldim. Men nesini tushirib oldim uchurni. Navoiy batni o'zi chiqarib oldim. Navoiy chiqarib olgandan keyin shu joyga yetib o'tishim kerak. Bu mutatsion egallaydi. Fuchik besmep qildi. Yoki bo'lmasam shu kompyuter besmep qildi. Qo'llanlar. Shunga mush prinsipni har qanday vaqtda chetonlaydigan vaqt cho'qim qolgan nuqta nima ekan degan vaqtda imkon bor hammadan keyin shu jukol yalla qildi ekanman. Hammadan avval shu jukni qanday qildi ekan, itdi ekanman. Sen uchur erish bo'lgandan keyin ana shu jukni ishilib so'raydi qanday shunava. Vaqt shu jukni qanday qilish kerak? Vaqt itib mashing kerak. Itmamsam bir lelloni o'zi nesini suyan egallab turdi, fuchini suyan egallab turdi. Qo'llanlar bor. Shuning uchun men komanda chekkanda shu jukni yalla qilishim kerak. Bu misol yalla qilmasin. Uni ozish bir ko'chan degandan qo'yib turib, avval biz mushalaqa nimani o'zillar mush bir kunib o'zilib kerakli shunava. Unda OLDB connection. OLDB connection. Samiyaga system degan dat degan OLDB degan akirmay turib mani ishlatammaysan. Sizdan chiqmaydi qonunlar bor. Nasmiyada CONN deb oldim. Yakun bunga ALCN deb olay. Altashna CN deb oldim shunava. Ta new OLDB connection. OLDB connection. Sen bivas mishadli shu liqoq va sam buldi mana. Demak mana keyin connection string beyaz sam buldi. Yoki bo'lsa avval bir aniqlab oldim shunday. Aniqlab olgandan keyin ALCN ninki connection string deb bir zivur chiqarsa. Connection string. Lenje zivur chiqarni ko'rsatgan bo'ldi. Connection string. Qo'llanlar bor. OLDB ninki meyadan and connection string bo'ldi. Navod men meyagandim men string str constr deb bir dana zivur bo'ldi. Constr. Mata sıfır tane aniqlamadim var. En meyagında bezmende string ninki con deb oldim str. Ana meyag ayrım yapmoqchi buni shuna va xatsal uzun bo'lgan ayrım oldim shuna va. Ana meyag yozganimiz bo'lsa juda tushunasiz. Bu burunqi OLDB o'xshashlar. Meyaga provider tushunasiz men. Qo'llanlar. Ana keyin meyag bo'lsa Microsoft Çoğun çıkarıp bittiler o'xshaydi. Qanday assemble yo'q, cho'ng assemble kichik assemble bo'ldi. Microsoft jet OLDB deganli. Bu o'zi chudon cho'ngning to'liq qismi. Aksi chudon to'liq qismi. Qo'llanlar. Anan keyin meg bo'lsa data source. Data source bo'lsa shu jukuni adresini ko'rsatgan bo'ldi. Ana shu jukuni adres bizning program qo'zg'algan mundarij bo'ldi shuna va. Bizning program qo'zg'alish mundarij qaysi shu? Zamani qo'zg'alish mundarij qaysi shu? Bin. Ha, demak sen fabu qilgan vaqtda dal mushliklik narsa fabu qilsan. Mavuz buni uyamıncansa. Kim tushunasizlar-ku? Mana buni uyamıncansa. Buning haqiqiy qo'zg'alish mundarijasining o'zi bo'lsa nima bo'ldi? Mavuz shu. Yeksi baya shu. Qo'llanlar. Ana men shu jukuni dal mush o'rin qanday qilishim kerak, ko'chirib kirishim kerak-ku. Undan so'ng men DB degan shu jukuni o'zini
Fujiqandan keyin andan qo'zg'alish mundaris bo'lsanadi. Medik bizning applicationning ichidagi bin degan mundaris ichidagi debug degan ichiga men endi shu jukun ayrimay olish uchun men db deb mundaris qo'ray. Buni men data base deb qo'ray yoki bo'lmasa db qisqat db deb qo'ray. db dedim shunday. db ichiganda db degan db ma'no qo'shdim. Ondan buni adresni ifodalash uchun qanday ifodalayman? Nasıl men string men bir pass deb bir qilay. Shu adresni qanday men so'zlab bir qo'yganqa qo'zg'alish mundarisini o'zi qanday ifodalaydi? Application startup pass degan o'zi bo'lsa dal qo'zg'alish mundarisini ko'rsatadi shunaqa. Ana mush qo'zg'alish mundarisini to string orqali men nimaga aylantirmamda? Sifrga aylantirmanmi? Mushu qo'zg'alish mundarisisi ostidagi endi nima amiyada qo'shilgan nima pass yana qo'shilgan mushuning ostidagi db degan mundariji ostidagi db degan nimada mdb edi. O'sa shu jukun adresida shunaqa. Endi men bu yerga connect qildim-ku. Endi men ALC enni o'zini men qanday qilsam bo'ldi? Open. Men shu jukun echitaman. Mushu jumla yozilgandan keyin shu jukun yalla bo'lgan. Endi buni olib kelsan yalla bo'lgan yoki yalla bo'lmaganligini bilishim kerak shunaqa. Endi men qara. Mau qismdan men to'ng qo'yay. Mana kepman ma forumninki ama ustun qismiga aparay. Men buni to'ng qo'ydim. Endi mauni mana kepman men keldim. Bunday qildim, ichilsin deb. Ichilmaganligini men bilishim kerak-ku. Agar normal ichilgan bo'lsa, shunaqa. Xato qilmagan bo'ldi shunaqa. Undan so'ng yerda catch jumlasi ishlatamiz buni. Try catch jumlasi ishlatamiz. Try degan gap sinab beqish. Try catch. Anan keyin try ning keyin men qanday qilma? Ma'no qo'yman-ku. Men xato qildim, men yozilishi kerak. Catch o'zida menga yarar. Xatolikning bo'jusini olay. Yarardim shunaqa. Ana men ma'nosini ochay. Normal ochilgan bo'lsa, shu jukuta catch o'ynab chiqadi shunaqa. Unda message box degan show. Shu juku mavqet qo'llanadi deb chiqish nima? Biz agar normal ochamiz xatolik uchur chiqdi-ku. Message box ninki ninki try catch ni ko'rib qo'ying. Try catch o'zida try catch ni biz oxirgi ishlatgan. Expression yida qildik. Expression qilib qoldi. Xatolikni bo'joq qildim. Men sizni xalaqancha qo'ysam bo'ldi. Men yin nimish qo'ydim desanglar, men biz yin ishiltib qo'ygan. Men yidab turdi-ku. Bu yin faqat mishasa qilmaydi. Shu menga ninki mendan message deb turdi-ku. Message nikini to string. Men xatolik uchuri. Shu jukul yalli qilinmaslikdagi xato yozganini men ishiltimiz. Mana yozdim-ku. Undan men to'ying qoldim ma'no o'zini shunaqa. Nima to'yib qoldim deganda buni men o'rtaq ishlatmoqchiman. Mana shu kuni eshitib turib ikkinchi bir navzda men ishlatmoqchi yana C o'yinini. Faqat men open yozganda ichildi shunaqa. Ana men program ijro qildim. Ijro qilgan xatolik bor edi. O'z o'zimdan
Mr. Spokesman show qilib qopti. Hozir men programmachilar yana xatolik bor edi. Bu yerdan paz deganimizni string paz. Ma'lani o'zini rasmlanish qilma. Üstüge lakın memin kunjam biram demane zamayım nasma. Amiyagla. Mana yazbaldım qo'y. Yozgandan keyin men program ijro qilaman. Ijro qilgandan manchiki. Qara, ninja cho'ma. Ma'qul qachaldi qo'y. Nima shu jukuni o'rni xato bo'lib qoldi. Samana bir shu juku yo'qda hozir. Xato bo'lib qoldi shuna va. Bundan biz endi ko'ra boqaylik. Qarama, javobda o'yinchi. Xatar kuchini chiqarib berdi qo'y. Shu jukulenchi so'u. Shu juku xatolik yuz berdi. Demak, choy kecharqiliq ma'lum bir natijaningki to'g'ri bo'lgan xato bo'lganligini isbotlaymiz. Qolganlar meyak bo'lsa ijro bo'lish natijasi. Meyak bo'lsa ijro bo'lgan program yozsa, agar mushuni xato yuz berganda ma'lum xatolikni oladi. Ebanegan. Ko'pin shu jukuni mashq qilganda choy kech ko'proq ishlatamiz. Qolganlar. Endi men shu jukuni echib oldim shuna qilaman. Shu juk echib oldim. Unda men hozir shu jukuni echib oldim. Echib olganda men 2 jukuni farqliq shu jukuning holatini bilib boqayman. Bundan endi biz darsimiz qaytib kelsak. Miyada. Unda bo'lsa miyadan hozir endi men darsni qanchalik bir yig'inchoqlik o'tayman qarang. Mana bundan OLDB yana bilan endi bir simik SQL serveri var 2 spark bir misol qilib tushundik nima. Mana buni ishlatgan vaqtda using system data OLDB degan ayirdik emas nima. Agar buni eng muhim ekan connection. Buni ishlatganda OLDB connection deb ishlatsa. SQL nisbatan qanday ishlatsa SQL connection deb ishlatsa. Endi miyadan komandaga nisbatan miyaga komanda, manimcha OLDB komanda deb ishlatsa. Mana SQL komanda deb ishlatsa. Bu maxsus shu jukun so'z o'qib bergan narsa komanda shu. Uçur yazdıgan, uçur okuyduğun narsa komanda yüklaymiz buyruqlar. Mana SQL cümlelerin var. Aşağı hemen ne yüklaymiz? Komanda yüklaymiz. Buyruqlar gözükən buldu. Ərmiyadan data trader deb turamda. Data trader bu maxsus uçur okuyduğun narsa. Faqat bu bir yillik uçur okuydu. Keyin yanda oğlanmaydı. Başdan axırga okuydu. O'ttirib uçurlarni ağlanmaydı. Manchi uçurda ağlanmaydı. Demek başdan axır o'qish lazım bo'lsa, data trader qilsa. Ana menda data update deb shu page-da birsima data update. Bu aninkani butkul mazmunning o'zini o'qib nesini kirib oladi, hamma oldi keyin suruziladi. Masalan, men hozir o'qib kelib 10-yilini chiqardim shuna va men 1-yil lazım bo'lib qolsa, buni oldi surib 1-yilni o'qiy olaman. Jilurjini men yetkazib bildik ekan. Men jilurjini yetkazib olmaydi. Mavasa Ma'qul data trader o'qisang, bu salaqa shishga için qiladigan şey to'nani tashlaymiz. Davomli shu jukul yallo bo'lib turadigan, uchularni davomli o'zgarib turadigan uchular bormi? Qolsa data traderni ishlatsa. Data updater bo'lsa, bu yaxshi nima deganda, sen masalan fuchilik uchular hammani avval nesini tushirib olsa. Kim tushunadingmi? Demak, fuchilarni o'zgartirgan bo'ldi. O'zgartgandan keyin nesini mashg'ul qilib qo'ygandan keyin, nima uchur yo'llash lozim bo'lib qolgan vaqtda aniq o'zgartirish uchun yo'llasam bo'ldi. Bu musabit uchun nesini bor. Onda biz ma'qul shaklli narsani ko'pincha lug'at yasagan vaqtlarda nurg'u uchularni tushirib olgan ekan, davom izlashning zarurati yo'q shunami. Yoki bo'lmasa ba'zi bir shetonlarni yasagan vaqtda nima ishlasak bo'lgan data updaterni ishlasak ekan. Endi data trader deganda ko'pincha davomli qiyinchilik bo'lib turgan shetonlarga nisbatan nimasini data trader ishlatamiz. Buni ayrim-ayrim so'zlaymiz. Onda da birinchi misol aksiz sandan tushirib o'qish deydi shunami. Lozimlik turimiz nima ekanmi? Using system degan data OLDB. Bayatdan qildik shunami. Ikkinchisi, sandalash maqsadida ko'p ishlatganligimiz uchun DB ismli turi ejitdan birini qura olamiz deydi. Demak, men bir funksiyadan birini qura olaman. Leydan birini qura olaman shunami. Lozim bo'lgan ekan echib ishlasam bo'ldi-ku. Unda bo'lsa biz buningga biz mushu so'zimizni qilib boqaylik. Ma bir xil usul bo'ldi, qolganlarga. Bu har qatim bundan jafolik nima deganda, har qatim shu jukul yaliq lozim bo'lib qolsa, har qatim mushtat jumla yozish to'g'ri keldi ekan. Bu avarchiqdan shunaqay. Endi men bundan lay qilsam shu jukul lozim bo'lsa DB-dan kon echvetaman. Shilib bo'lganini aytibsam bo'ldi shunaqay. Buning uchun men miyaga ikkinchi misoldan buni qo'yaman. Application 2. Mana saqlatda. Ondan sonra miyaga laydan bir narsa degan shunaqay. Asa tenja. Maxsus ko'p ishlatilgan taymani yozilgan narsani biz lay akiramiz. Unda miyadan lay deb turdi-ku. Lay deb akirgandan keyin buningga men ism qo'ya olay. Sen bir şey qo'ygan ismni sen adni bir ishilta olaysan. Taymani ishilta olaysan. Falanlar bor. Men bunga o'zimiz qolgan bunga ILDB deb ishiltay. Altashna sandan mashg'ulot qiladigan bir lay bo'lgan bo'ldi. Barliq sandan mashg'ulot funksiyalarini o'sha ichiga yozgan bo'ldi shunaqay. Endi bu yerda sen class deb bir layni qurib berdi.
class ILDB deydi shunaqo. Endi buni ishlatgan vaqtimizda biz endi ma'lum tushuntirib boqaylik. Eng avval buni nima ekanman? Shu jukul lenje qilganlik. Sen lane mushuna kirib olsanglar qolgan batlarga shu jukul lenje lane kirmasang bo'ldi. ILDB deb ishlasang bo'ldi. Endi navbat shuning ichida yana ayrim shu jukullik mashhur epirish zarur tug'ilib qolgan vaqtimizda aning keyin using OLDB ni kirsadi. Qo'ldingmi? Hozir men menga yozdim. Qilgan vaqtda using system odamlardan Sıdan çıkırış için bir kunga basıp çoğarıp basmam var. System'da baskan deyinki ben system hata yazılıp kaldım. System'den data den OLDB mana kirdim. Agar gandan endi mana qaranglar. Mana kirib qoldim shuna va class db biz ILDB deb qurdik-ku. Qurgandan keyin public state deb atalgani bo'lsa, bu gung bo'lgan belgilan ko'rsatgan bo'ldi. Gung uchun tabiiyan ko'rsatgan bo'ldi. Hisob qilaman. Ana bu degani butkul batninki butkisining bir programmada 10 tal tanko bo'lsa, 10 tankoning hammasiga ta'sir ko'rsatgan berilgan. Misol biz avval bir misol ishlab boqaylik qaranglar. Menga public sa yunqumi san tizimli bo'lgan bo'lmaganligini shuni asaf qilsa shuna va mendan public static ching tabiiyan mendan leyshinsin bir san va masalan il user deb oldim. Men il user deb bir leyshin ishlatdim-ku. Men birinchi tankoga men il user bir qimmat qo'yay. Sen birinchi tanko biz mau yunquming deb bir tekstni birni kirgizib yunquming yozaydi. Text box'ni men yozdim. Mana boshqa keyin qadam o'tmoqchiman shuna va undan komanda Mesela man çekkendan keyin men ishlatganda ILDB sanzdan chiqib qo'yamiz. Ichidagi il user ning ichiga text birninki nimasini kirgizmoqchi? Text box birning textini kirgizmoqchi nima? Demak, sen mush buyruq yozayotgandan keyin text box yozganasi ma'no saqlanib qoladi. Buni sen boshqa ko'znaklar qanday qilaysan? O'rtaq ishilta olaysan. Bu bek muhim bolalar oldimizga ko'rishdan so'ng bek chiqishilsizlar buni o'zini. Fuqarolar va nazar menga boshqa bir trankodan buni qo'shay. Sen trankodan buni qo'shdim. Trankodan buni qo'shib form 2 deb oldim-ku mana. Ana form 2 da men IL textni o'zini maqsadi qaysi yo'nqi kirdishini bilishim kerak-da. Ya qanday tushunchani kirdi buni bilishim kerak. Sinov bilishim kerak-ku. Undan buni men ashuniki mazmunni nega chiqarayim yadiki text chiqaray. Text box chiqaray. Ana mana shu chiqaray. Mana text box chiqaray shuna va. Endi biz ishlatgan vaqtda boyaga ishlasam bo'ldi mana. Text box birninki textni o'zi dan ILDB ichidagi nimani chiqarsam bo'ldi? Il userni chiqarsam bo'ldi. Endi men birinchi chuankuni o'zi nimani bosqanda ikkinchi chuanka o'tish kerak-ku. Ikkinchi chuanka o'tish uchun qanday qiladi degina? Ikkinchi chuankani chiqish uchun qanday qilaman? Bir belgilan aniqlab form 2 shunaqa. FRM 2 dan new form 2 deyman shunaqa. Demak, men bir lay sifatida evoldim. Evagandan keyin form 2 FRM 2 ni show qilsam bo'ldi-ku? 2 degan show qilsam bo'ldi. Buni qayd qilmay turib hech kim ko'rsin. Undan so'ng men menga qara, menga altashna deb yozay. Altashna degan kom yozgan bo'ldimmi? Undan so'ng men cheksam. Endi men cheksam. Qara qiymat men kila oldimmi? Nima orqali qilyapti? O'rtaq bo'lgan bir belgilan public orqali qilyapti shunaqa. Bu intayin muhim narsa. Shuni bilmasang sen qo'llashdan yozay olmaysan. Bilolama. To'yun bo'lgan bir mishat nachital ko'znak bo'lsa, ashu ko'znakka o'rtaq bo'lgan o'zgargichi aniqlash uchun men cho'qim bir lay elib, lay ichiga qaysi konjans orqali shu men qildik ekan deganda public orqali shu men qildik ekan shunaqa. Undan bundan boshqana biz lenjasi bu chorning o'zimi o'rtaq bo'lgan bo'ldi. Bundan boshqana keyin lenjani o'zim o'rtaq bo'lgan bo'ldi shunaqa. Unda OLDB connection OLDB connection ILCN deb aniqlab oldim. Mana men shu men qilmayman. Men faqat aniqlab qo'yay. Qaramayadi. Aniqlab qo'ydim. Buni familiyasini bermabdiman. Adamda o'zim tar doirada bo'lib qoldi shunaqa. Nasa
public static. Demek men maliyen canımızda başka betlerde şu cükü meşgul kılış için çok işletim şuna var. Endi men miyege şu cük açıdığan fonksiyonu yazışım gerek. Lazım olan açıma bu itibmen şuna var. Lazım yerden bu muhşisla public static matching tayli mukum kildi. Falan var. Endi kaydırıp bırdığını bolsa OLEDB connection'la kaydırıp. Yakımsa bu void. Bu kıymet kayıtlamaydı. Fakat şu cükü etişleme işlerini kıldı şuna var. Nada C and open da kolay. Connection open demiş ne var? Bolsa C and open. Endi bununda linje zuvutarını uzun başına var. Nada meyge string. Aval men pass deb adresini olayım. Adresini o'zida men baydadim. Nima program qo'zg'algan mundarj biladi shuna var. Application. Qaramaydi application. Nada application deganga bir o'qish shuna var. Endi biz nimadan foydalanamiz deganda, lechidan bu application degan chiqmaydi. Endi yana bir xil uslaqlikmi adresini aql bildik mana. Environment deydi-ku. Environmentningki current directory degan gap navbatdagi mundarija, more mundarij degan ma'noda. Adam yani ki environment degan oldi kelma shuna va. Adam yani mana environmentningki nimasi current directory. İçi qo'shilgan mushning ostidagi db ostidagi db degan nim bo'ldi mdb. Ma haqiqiy shu jukuninki adresi bo'lgan bo'ldi. Adresi bo'lgan bo'ldi. Hozir men db pass deb olaman. db pass deb oldim shuna va. Endi men mani qaytishli iqo qilay. Nada alcn tam new OLEDB connection. OLEDB connection. Endi mani ikkita asan shu spa. Qara connection stringni biyos program ekan va. Hozir bu connection stringni o'zini men taq yozmadim shuna va. Endi hozir men bir şey connection biyos yozsam bo'ldi. Yoki men connection stringni avval mega bo'lay. Con str ne olay shuna va. Da string con number cn str con str noz men bayda qadam avval chudan chonshi provider shuna va. Provider tang Microsoft softdian jet dian OLEDB diyen imbolde sidiyanli. Çok çıkartma farkı yok. Amallarının daydıqını bozmuşda yazsan unutup kalmaysınlar. Çok çıkart dikkat yazsanlar. Falanlar var. Neden data imbolde source. Data source olsa şu cükunun adresi şuna var. Kuşlağan db pass degan şu tuğan. Şu cükun adresi mavşu. Eğer mimas okuyup kalsa UID arqılıq mimani PWD arqılıq mimani işbadi buldu. Ma'lum. Quruq qısan mimas yok deyen gel. Falan var. Mesela mimarlık ulaş aldığımızı görmez hazırca ben miması yok qilay. Mimar yok qaniki. Mimar yok ma'liyince qildim. Necaq bo'lgandan keyin men ma'ni nimarqliq ishli qilma CNSTR arqali men lejasi furqani ba'dim shuna va. Ana men ILCN o'zini nima qilma open. Ana mishada men try ketdim foydalansam xatolik uzr qo'yib qoldir Allah. Xatoqni chiqib turadi. Nima sababdan bo'lganligi shuna va. Mana meyadim biz try try degandan keyin endi men ma'no achaman. Ana keyin meyadan cat to'lish deganlik ma'noda. Expression ma'no y. Ana meyada y'ni ishlatdim emasmi? So'ng y deb olsam bo'ladi. Unda masalan xato qilib berganda shu jukunishni masala bor. Tabiiy qo'ysak bo'ldi meyaga. Endi bu yerda mouse sandan topamidi bu degan gaplarni yozib yursa, haq sandanni o'rni qolib qoldi shuna va. Endi bu yerdan message Yakın sözcüğün yeni uygulangan xatolikni nima sabab xato qilganini bilish uchun hozirchasan chiqib qo'yibsan bo'ldi lekin. Ham message box deganing chiqmaydi mayda. Message boxni qo'llamaydi. Qo'llanma message boxni mana bu xalqon chiqmaydi. Undan bu ma'lum bir qiymatni qaytarib berish kerak-ku. Mouse string. Siz bu qiymatni qaytarib berish kerak-ku. Undan o'z meyadan return meyada shu jukul endi so'v.
ana ma translation qaytirib turgan bo'ldi qo'lingmi uni qilib qolsa lenje chungung yoki men yerdan true false comment qaytirib bersin bo'ldi yoki xatolik uchun tafsiliy qaytarmoqchi bo'lib qolsang ana men yaqinda yozsang jininki message degan to string araliq qaytirsa agar muvaffaqiyatli qaytarsa kung bo'ldi mana muvaffaqiyatli qaytarmasa ma'ni qaytirib turgan bo'lishi nima ana men yerdan shu jukuni ochamiz ilcn degan nima bo'ldi open muvaffaqiyatli oldi ichilib ketdi degan bu bir qimmat qaytirdi return men kungni qaytarsa yoki birni qaytarsin bir orqali muvaffaqiyatli ichilganligini bilaydi anda bo'ldi ish nima ana bu biz ehtiyojsiz achsaq bo'ldi qilib bo'ldimi mana ana men shu jukni mashg'ulot etib olmoqchi bo'lib men ma'qul shu jukni kiram shu jukni qo'ymoqchi nima o'ltirib